Bugun siz bilan Chevrolet Cobalt 2026 haqida qisqacha gaplashamiz. Bu model ilk bor 2010 yillar boshida ishlab chiqarilgan va ayniqsa arzonligi hamda ishonchliligi bilan mashhur bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi versiyada dizayn biroz yangilangan. Old panjara, LED chiroqlar va silliq kuzov ko'rinishi unga zamonaviyroq ko'rinish beradi. Ichki salon esa keng va oddiy, katta bagaj, qulay o'rindiqlar va yangi multimedia tizimi bilan jihozlangan. Android Auto va Apple CarPlay ham mavjud. Texnik tomondan 1.5 litrli dvigatel taxminan 105 ot kuchi beradi. Yoqilg'i sarfi tejamkor, o'rtacha 6-7 litr. Bu uni kundalik foydalanish uchun ideal qiladi. Narxi hamyonbop bo'lib, bozorda eng arzon sedanlardan biri hisoblanadi. Raqobatchilarga qaraganda u ko'proq ishonchlilik va arzon xizmat bilan ajralib turadi. Xulosa qilib aytganda, Chevrolet Cobalt 2026 oddiy, mustahkam va tejamkor avtomobil bo'lib, kundalik hayot uchun juda yaxshi tanlov.